Xavotir olmang aka. O'sha tekshiruvni albatta yopib beraman. Tizimda odamlarimiz bor, muammo bo'lmaydi. Xizmat haqi kelishilganidek. Ye, kesinlar. Qalay, qo'shni, ishlar yaxshimi? Charchamay yuribsanmi? Eshitishimcha, yaqinda yangi lavozimga ko'tarilibsan. Muborak bo'lsin endi. Rahmat Rustam aka. Sizga havas qilib, soliq tizimiga ishga kirganman. Ha, mayli, meni qo'ying, o'zingizda nima gaplar? Bilasan, soliqdan ketganimga ham 2 yil bo'ldi. Shundan so'ng tadbirkorlarga yo'l yo'riq ko'rsatyapman. Aytgancha, Asadbek, sening hududingda bitta yirik firma bor. Hozir xodimlaring shuni tekshirishyapti, hujjatlarda sal-pal kamchiligi bor ekan. Shunga tekshiruvni yengilroq qilib o'tkazib yuborsang degandim. Mana, hujjatlarni to'g'rilab qo'ydim. Albatta, xizmating rozi qilinadi. Har holda qo'shnimsan, meni gapimni yerda qoldirmassan. Rustam aka, axir bu yerda ochiqchasiga soliqdan qochish va firibgarlik turibdi-ku. Bu yerda esa barcha operatsiyalar yashirin iqtisodiyotga olib boryapti-ku. Yashirin iqtisodiyot emish. Zamonaviy yondashuv deyiladi buni. Hayotni qiyinlashtirma. Yoshsan, uy-joyli bo'lishing kerak. Ha, Asadbek, o'qishni ham bitirib soliqchi bo'libsan-da. Rahmat Rustam aka. Sizga havas qilib shu kasbni tanladim. Endi shuni unutma. Davlatning puli ham, tadbirkorning haqqi ham omonat. Qonun doirasida va adolatli ishlash o'zingga bog'liq. To'g'ri bo'lsang, uzoqqa borasan. Tushunarli, rahmat. Kechirasiz. Axir o'zingiz aytgandingiz-ku. Davlatning puli ham, tadbirkorning haqqi ham omonat. Qonuniy ishlasang, to'g'ri bo'lsang, uzoqqa borasan degandingiz. Men bu noqonuniy iltimosni bajara olmayman. Asadbek, hali ham yosh bolasan-da. Seni shu arzimas maoshing nimaga ham yetardi? Mana bunaqangi uylarni qachon qilasan unda? Rustam aka, soliq tizimida o'zgarishlar juda katta. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yetarli darajada. Maoshim chiqimlarimdan ortib, jamg'arishga ham yetyapti. Nasib qilsa, bunday uylarni ham quramiz. Men uchun qonun hamma narsadan ustun. Endi menga ruxsat. Oradan bir necha oy o'tdi. Mansab, boylik va vaqtinchalik manfaatlar o'tkinchidir. Ammo tinch vijdon bilan uyga qaytish, farzandlar ko'ziga tik boqish eng oliy baxtdir.